2024-yilda Vengriyaning Stipendium Hungarikum dasturini qo'lga kiritib, Vengriya davlatiga jo'nab ketgandim. Bu grantga topshirish jarayoni o'sha davrda menda xalqaro IELTS sertifikati mavjud edi va hujjatlarimni Stipendium Hungarikum dasturiga topshirdim va intervyu bosqichi, ya'ni 3-bosqichdan muvaffaqiyatli o'tib, bu grantni qo'lga kiritdim. Va 2024-yil sentyabr oyida Vengriya davlatiga jo'nab ketdim. Bu Vengriya ta'lim tizimining menga yoqqan taraflari shundaki, u yerda juda ham ko'p darslar yuqori texnologiyalar asosida olib boriladi hamda talabalarning doimiy bo'sh vaqtlari laboratoriya va tajriba xonalarida o'tadi. Bu talabaga o'zini mutaxassisligini chuqur o'rganish hamda chuqur bilimga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Bu 2 yil menga nima berdi? Bu 2 yillik magistratura bosqichi menga katta tajriba hamda chuqur bilim va xalqaro do'stlar orttirishimga katta imkoniyat berdi. Ma'lumot o'rnida men Vengriyaning qishloq xo'jaligi va tabiiy fanlar universitetida magistraturani tamomladim. Bu universitet menga yoqqan jihatlari talabalarni ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida juda ko'p kampuslar, laboratoriyalar hamda o'quv ilmiy xonalari juda ham ko'p. Hamda Yevropa miqyosida qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha top 50 talikka kirgan universitet hisoblanadi. Men bu universitetni bitirganimdan juda ham xursandman. Hozirgi talabalarga aytadigan maslahatim, chet tillarini puxta o'rganib, chet elda Yevropa va dunyoning to'p rivojlangan universitetlarida o'qishni maslahat beraman va hozirgi kunda Samarqand davlat universitetining juda ko'p davlatlar bilan shartnomalari mavjud va shu imkoniyatlardan unumli foydalanishlarini maslahat beraman. Bu 2 yil davomida menga yordam bergan ustozlarim hamda qo'llab turgan ota-onamga o'z tashakkurimni bildiraman.